Assalomu alaykum. Navbatdagi sertifikat hamda DTM imtihonida tushgan savollarni ko'rib chiqamiz. Demak, masala sharti bizga diametrlari teng bo'lgan 3 ta aylana va shu aylanalar markazlari tutashtirishdan hosil bo'lgan muntazam uchburchak berilgan va muntazam uchburchakning tomoni 8 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Va quyidagicha, ya'ni O1 O2 8 ga, O1 O3 8 ga, O2 O3 ham demak 8 ga teng, ya'ni muntazam uchburchak bo'lganligi uchun. Demak, masala sharti bo'yicha mana shu muntazam uchburchak va mana bu 3 ta aylanani o'rtasida qolgan ochiq joy, ya'ni yashilga bo'yalgan sohaning yuzasi so'ralgan va tomonlarning uzunliklaridan foydalanib, demak radiusini topish qiyin emas. Demak 4 hamma tomon demak 4 ga teng bo'ladi va radiusi 4 ga teng bo'lgan aylanalar bo'lib qoladi. Uchburchak yuzini topish formulasi a kvadrat ildiz 3 taqsim 4 formula bilan topiladi va tomonimiz 8 ga teng bo'lgani uchun a barobar 8 deb olamiz. Bu yerda a ni o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsak, demak 8 ning kvadrati ildiz 3 taqsim 4. Demak, buni hisoblab soddalashtiradigan bo'lsak, demak 64 ildiz 3 taqsim 4 va bu qisqartiradigan bo'lsak 16 ildiz 3 ga teng bo'ladi. Va keyingi masalamiz bu aylananing yuzini topish masalasiga qaratilgan. Demak, aylanamiz e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, demak 6 ta teng bo'lakka bo'lingan va har bir bo'lakchalarning yuzini hisoblash pi r kvadrat aylananing yuzasi va uni 6 ta bo'lakka bo'linganligi uchun 6 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turibmiz, mana 6 ta teng bo'lakka bo'lindi. Demak, 6 ta bo'lakka bo'lingandan keyin uni yuzasini topishda har birining yuzasini 6 ga bo'lishimiz kerak, ya'ni pi r kvadrat taqsim 6. 6 ta bo'lak demak, har birida 6 tadan bo'lak bor va bizda 3 ta aylanada har biri 6 dan 1 qismi bo'lgani uchun 3 ta aylana berilgan va biz shu 3 ta aylana bo'lganligi uchun demak shu pi r kvadrat taqsim 6 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 3 ta 6 dan 1 qismi, aylananing 6 dan 1 qismidan 3 ta. Va 3 bilan 6 ni qisqartiradigan bo'lsak, demak pi r kvadrat taqsim 2. Ya'ni bu yerda r, ya'ni radiusi 4 ga teng. O'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, 4 ning kvadrati pi taqsim 2. Ya'ni 16 pi taqsim 2. Buni soddalashtiradi. Ana endi oxirgi ishimiz. Demak, bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak. Ya'ni yashilga bo'yalgan sohaning yuzini hisoblash uchun demak, uchburchak yuzidan, ya'ni muntazam uchburchak yuzidan shu aylananing 6 dan 1 qismidan 3 ta edi. Shu topgan yuzamizni ayirib tashlasak, ya'ni aylananing yuzasini ayirib tashlasak, bo'yalgan sohaning yuzasi kelib chiqadi. Ya'ni 16 ildiz 3 ayrilgan 8 pi. Video yechimlari davom etadi. Bizning YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.